Akalar bo'lmasa videomizni boshladik. Bittadan like bosib podpishka qilib turasizlar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchab o'tibsizmi? Aha, charchab olyapsizmi? Aka obunachilarimizga bo'lmasa bir boshdan ma'lumotni berib o'tiramiz. Bu yerda qarang. Dijoklar, suv nasoslar, yana nimalarimiz bor? Bizda hamma narsalar bor. Xo'jalikka keladigan agrotexnikaga mos hamma narsa bor. Aha. 1 kilovatdan boshlab dijoklarimiz 5000 kilovatgacha bo'ladi. Aha. Kattalari, idoqalari, sexlarga qo'yiladi. Aha. Kichkinalar xonadonlarga, hali katyollarga, avtomatik desa avtomatik testlarimiz bor. Video davomida amal ko'rsatib beramiz. Aha. 1 kilovatdan 5000 gacha bo'ladi. Suv nasoslarimiz bor. Aha. Anchankalarga moslab beramiz generatorlar, bunaqalarimiz. Aha. Latrlar, sterilizatorlar. Ularimiz videoda ukaxonimga keladiganlar, obunachilariga esa xudo xolasa cheksiz. Xudo xolasa skidkalar qilib beramiz aka. Telefon qilishaveradi. Dastlabkilarimiz, nimalarimiz hamma bor. Aha. Любой joyga. Kelishilgan holda faqat. Kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Bizlar tanlangan bo'lamiz. Bo'ldi, bo'lmasa boshlayveramiz aka. Eng kichkintoyimiz shumi? Eng kichkinasi mana shu sanayoni 1 kilovati. Bularimiz 5 xil bo'ladi. 500 watt eng kichkinasi 1 kilovat bermaydi. Aha. Bu toza bir berilgani puliga kelganda 550 ming so'mdan 1 million 300 minggacha bo'ladi 1 kilovat. Aha. Zo'r. Nimasida farq qiladi buni aka? Atmotkasimiz alyuminiyga farq qiladi. Aha. Zo'r. Rasxod ko'p bo'lmaydi aka buni. Misol uchun katyonlarga qo'yadigan bo'lsa, Ha, buni katyonlarga bo'lmaydi. Aksariyat ATS qo'yiladi. Aha. Miyali o'zi o'chib, o'zi yonadi, to'klarni kontrolga qiladi. ha. Shunaqangi beriladi. Bu xonadonga o'zlari o't qo'yib, o'chiradigan dijokchalar. Ha, zo'r. Buni akalari bor. Aha. Xo'sh. Bularimiz kichkinalarimiz 2 kilovatdan 4 kilovatgacha bo'ladi bular. Aha. Asakalar 4000 yozadi, 2 kilovat toza to'kib beradi. Mhm. Aerobuslar bor, 3 kilovatlik, hajmi, nima har xil bo'ladi. Atmotkalari nima qolaganlardan beraveramiz. Pullariga kelganda bularimiz $150 $220 alyuminiylar. Aha. Misol dastlabkiyasini sotadiganlarga kelishtirib beraveradi. Olib sotib foydalanadiganlarga kelishtirib berilaveradi. Donani narxlari bular. Aha. Zo'r. Boshqa holatlarda Bular aka qayerlarniki? Xitoyniki hammasi. Xitoyniki? Xitoyniki. Aha. Garantiyalar beriladimi? Garantiyalari servisiga beramiz. Servisiga beriladi. Aha. Zo'r. Bunisi aka? Bu sanayimiz 15500 yozadi. 5,5 kilovat to'k beradigan dijok. Aha. Motoriga kelganda ko'pchilik motoriga qaramayapti. Motorda bunda yozuv bo'lmaydi. O'zi 186 motor, 188. Aha. Bunimiz narxi qancha? $400. Yana kelishib beradi. Aha. Telefon qilasizlar, xudosi kelishtirib berishadi. Qaysi tomondan boshlaymiz aka? Aha. Qolaganlardan bo'lmasa mana tomondan boshlaysiz mamlakatlardan. Aha. Xolasalar mana sakka, svarka apparatga deydiganlarga, svarka apparatga Mhm. o 5 milliondan 12 milliongacha bo'ladi. Buning katta kichkinasi bo'ladi. Aha. 3 kilovat beradigan dijoklar Saneyoniki Dubay orqali keladi. Xitoy original. Aha. Kuchli kachestvasi, yakrlari, masli dachigacha bo'ladi. Motorlar 170 motor bo'ladi. Aha. Pullariga kelsak, bularimiz 2 million 800 million atrofida bo'lyapti. 2008. Narxlarimiz tushib qoldi, chegirmadagi narxlar. Hozir dekabr oyiga skidka qilyapmiz. Bemalol telefon qilishaveradi. Qarang, mana shunimiz qanchalar sut qiladi 1 soatiga? 1 soatiga gidrite misol 1 litrgacha boradi, yarim litrdan. Yarim litrdan 1 litrgacha. Narsalar shunaqa, keyin manolar bor, grenislar bor, konjenerlar bor. Mana narsalarimizga kelsangiz, bular $160 qilib beryapmiz. Bu ham yaxshi narsa, faqat rasxod ko'proq, atmotkasi alyumin misligi bo'ladi. Narxi o'zgarishi mumkin mislarda. Alyuminlar yengilroq bo'ladi. $180 bo'ladi. 3 kilovat toza beradigan hozir ko'rganingiz kattarog'i. Aha. 3 kilovat beradigan tozasini oladigan bo'lsa, shu 3 million atrofida, 3 million 200 ming atrofida bo'ladi. 3 million 200 ming atrofida. Bunisi aka? Bu qijimlarimiz Averli deyiladi. Mana bilganlar biladi o'zlari. 3 kilovat beradiganlar, bular $300 beryapmiz, yuramiz. Yana kelishtirib beraveramiz. Kelishtirib berilaveradi. Aha. Kilovat bular o'sha 1.8 dan boshlanib 3,5 kilovatgacha.
Bularimiz-chi? Power Shager bu. O'zi zavodskoy propanga, Aha. xohlasa benzinga, ikkalasiga ham ishlaveradi. Moslangan ekanda zavodskiy. Zavodskoy moslangan bo'ladi. Aha. Kilovatlariga kelganda 7,5 kilovat, 8,5 kilovatligi bo'ladi, 6,5 ligi bo'ladi. Eng arzoni buni $400 boshlanib $1000 bor. Aka mana shuni Atesla dedingiz, misol uchun miyasi. Deganimiz Ates ko'pincha. Aha, shuni tanishtirib o'tib ketak. Ates mana narsa, mana. Aha. Ates bu o'zini o'zi kontrolga qiladi. O'chirib yoqadigan narsa bo'ladi. Mana bunga o'xshab prema ulanadi. Mana bu yerda shu bo'ladi. Aha. Bu odam buyruq berib qo'ysa, uylarda yong'in bo'lmaydi, bezopasniy rejim ishlaydi, o'zi o'chiradi, o'zi yoqaveradi joyda. Umuman qisqasi endi odamlar kechqurun soat 2 da turib chiqib, o't qo'yib yoqmaydi, o'zini o'zi o't qo'yaveradi. Ha, zo'r. Demak, suit o'chganda avtomatik yonadi, yonganda avtomatik o'chadi. To'g'rimi aka? Shunaqangi narsa. Endi zavodskoy propan benzinligini olsa $400 dan o'sha aytganda $1000 Aha. Agar propani bo'lmaydi desa, mana propanlari yo'qlari bularimiz $300 dan kichkinasi 3,5 kilovatdan boshlanadi. Kattasi 13 kilovatgacha bo'ladi, $900 gacha bo'ladi. Aha, zo'r. Bunisi aka? Bu Zin firmamizniki, bu 8000 ligi, ZF 8000 8 kilovat tok beradi. Bunda ATS bo'lmaydi, 220 faqat tok chiqarib beradigan dvijorimiz. Motoriga kelganda 190 motor bo'ladi, mana motori ham. Hajam bunchalik ko'rinib yuriblar-da-yu. Shunchalik shunga admotga qarab olishaveradi. Aha. Bularımızda en kichkina kilovat 1.8 dan 12 kilovatgacha bor. Narxi Narxiga kelganda eng arzoni $200, eng qimmati shu $900gacha zinimiz. Buchi? Qajamalar 10,000 averlik, ATS, aver hamma yo'g'i bo'ladi. Bunimiz mana yozilgan 10,000 7,5 kilovat beradigan. Aha. Buni eng kichkinasi 1.8, eng kattalari 30 kilovatgacha bor qajamalar. 30 kilovatgacha bor. Narxlari qanchadan boshlanib qanchagacha bo'ladi aka? Narxlari eng arzoni bularda ham shu $165 dan boshlanadi. Eng qimmatlari shu 2,000, $2,500gacha. Mana shu necha kilovatli narxi qancha aka? 7,5 kilovat. Toza beradigani 10,000 yozilgan. Aha. Narxi qancha bo'ladi? $500 qilib beramiz. Narxi $500 qilib beriladi. Bunisi-chi bir xilmi kelasi? 6,5 beradi, ha? 6,5 bergan $470 qilib beramiz. $470. Keskin tushib ketdi, skidkaga qo'yib oldik. Aha. Bemalol qiziqqanlar chiqaveradi. Oldin $700, $1000gacha bo'lgan dvijorlar. Aha. Hozirga kelib narxlar tushirib qo'ydik. Bu 190, 92. Shu aytganimda eng kichkinasi 1.8. Aka qarang, bular benzin tanlamaydi, to'g'rimi? Yo'q, bular benzin tanlamaydi. Xohlasa zavodskiy propan, xohlasa benzinga zavodskiy karburatorlarimiz bor. Kelishgan holda qo'yib berilaveradi ularimiz. Ularga olib ishlatib berishi, nimasi, dastavkalar ham kelishgan holda bo'ladi. Kelishilgan holatda bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqish. Bunimiz-chi aka? Bu Sanyo, rasmiy o'zimiz dillerimiz bu narsaga. Aha. Bu eng kattasi mana hozir holatda turgan, betda turgani 5,5 kilovat beradi. To'kdi. Mana shu menda? 190, ha. Aha. Bu mashina turgan kattasi bu. Aha. Bunimizni narxiga kelganda $390 qilib beramiz. Buni kattalari ham bor, to'g'rimi? Bu kattalari ham bor. Alyuminiyligi, misligi, misol har xil chiqadi. Faqat narxiga hali tushunmovchilik bo'lmasin klientlarimizda. Advotkasi misga aylansa narxi o'zgaradi, alyuminiysi yana tushaveradi. Buni ham eng kichkinasi 1 kilovat. 1 kilovatdan boshlanib eng kattasi 55 kilovatgacha bor bu sanayimiz. Zo'r. Pullariga kelganda eng arzoni o'sha 600 ming so'mdan boshlanadi. So'mda eng qimmatlari tepaga qarab ketaveradi. Misol $5,000gacha bor. Zo'r. Klientlarimiz chiqishaveradi bemalol aloqaga. Qiziqsalar. Bularimiz? Bularimiz o'sha zavodskiy hozir ko'rsatganimiz Power Shower'da o'sha qizil rangda bu ikkita narsa. Ikkalasi bitta narsa, narxi bir xil. Narxi bir xil. Mana bularga kelganda sakli bular. Dvijor o'zi svarka qiladi, o'zi misol to'kan beradi 220. 4 kilovat, 5 kilovatgacha, 6 kilovatgacha tok beradi. Ha, bundan svarka apparat hisobidan foydalansa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, klientlar bir xilga svarkaga akalarimiz bor. Svarka qilamansa tok ololmaydi, tok ololmaydi, svarka qilolmaydi. O'shalarga qulay narsa. Bularimiz eng arzoni $500 dan boshlanib $2,500gacha bor. Necha kilovatdan necha kilovatgacha? Eng kichkinasi 2 kilovat tok berishi svarkasi bo'lsa. Shundan tepaga qarab ketaveradi, 15 kilovatgacha. Zo'r. Behijolat. Keyin mana bu narsalarimiz bor, mana ko'rsatasiz.
Mana bu Aha. Yopa dvijogimiz. Yopa original dvijog Dubaynikidan keladi, premium o'zi. Xitoy orqali misol Dubayga chiqaradi. Bu eksport narsalar. Aha. 380 lik deydimi, 220 lik deydimi, hammasidan bor. Buni kilovat eng kichkinasi 6 kilovatdan boshlanadi. 5,5 5 tok beradi. Kattalari 60 kilovat, 200 kilovat, 150 kilovat qiziqqan akalarimiz bor. Hali zapravkalar, nimalar, sexlarga bo'lsa 200 kilovatgacha bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Bunimiz benzinga yuradimi, nimaga? Salarga. Bular hozir yetganlari. Aha. Endi salarkalikka o'tdinglar benzindan. Bo'ldi. Bular salarkaliklar. Kilovat eng kichkinasi 5 kilovat toza beradi. Kattalari 200 gacha bor yo'pamizda. Puliga kelganimizda misol $400 boshlanadi. Boshlanib nimaga qarab ketaveradi. O'zlari misol xohlaganlar narxini bilmoqchi bo'lsa, telefon qilib chiqishaveradi. Shu $400 dan bideti 20 ming, 25 ming dollargacha bo'ladi. Ular katta sexlarga, tashkilotlarga bo'ladi, to'g'rimi aka? Shunaqa. Bu o'rtacha miyonasini olsak $1000, $1,500, $2000gacha olishaveradi. Mana shunimiz necha kilovat narxi qancha dedik? Bu toza berishi misol 13 kilovat yozgan, 9 kilovat tok beradi. Aha. Bularimiz $1000 qilib beryapmiz. $1000 qilib berilyapti. Bemalol. Zo'r. Orqangizda-chi aka? Bu yopiq deyiladi, shumlik. Aha. Xohlasa ates qo'yadi, o'sha aytgan narsamiz. Aha. Ateslarigacha bo'ladi bunda. O'sha qo'yishsa bo'laveradi. Uni ateslarimiz eng arzoni, mana ateslarimizni $50 dan $200 bor. Bular ham kilovatiga qarab qo'yiladimi? Kilovatiga qarab beramiz. Aha. Tanlashaveradi o'zlari. Aha. Ochiqlar desa, bu yopiq hozir. Ochiq mana bu aerobik firmalarimiz bor. Bu ham xuddi shunaqa salarkaga ishlaydi. Benzinligi ham bor, nimasi ham. Bu hozir turganimiz benzinli. Rasxoti misol 12 kilovat, 10 kilovat beradi. Bu ikki portionligi, bir portionligi bor. O'zi biladi, qiziqqanlar, ko'rilganlar biladi, chiqishaveradi. 5 kilovatdan bu ham ketaveradi tepaga qarab. 15-20 kilovatgacha bor. 15-20 kilovatgacha bor. Puliga kelsak, shu $350 dan kichkinalari boshlanadi. Eng qimmatlari ko'tarilib ketaveradi. Holatiga qarab, to'g'rimi aka? $1,000gacha bo'ladi. Mana shu yo'pamizni agar mana ko'pchilik 27 HP 2 portionligi, salarkaligi, zapravkalarga o'zi o'chib yonadi, atesli, toza 20 kilovat beradi tok. 220 deydimi, 380 ligi deydimi, hammasidan bor. Yana orqaga chiqishaveradi. Portionlar ikkitalik, bittalik hammasidan bor. Puliga kelsak, bularimiz $2000 dan $3,500gacha bor. $2000 dan $3,500 bor. Mana shunimiz qancha? 30 kilovat. Bu 20 kilovatligi. Toza beradi. Narxi qancha? $2800. $2800. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, qiziqqanlar xudo xolasa kelishtirib berishadi. Qaysimizni ko'rsatamiz? Bularchi aka? Bularimiz ham endi bular eng original firmalar. Bularimiz eng kichkinasi misol 8 kilovatdan boshlanadi. Kattalari video davomida rasmlarni ham qo'yib qo'yamiz. Nimalarigacha bunimiz hozir holatda ko'rib turganlaring 12 kilovat toza beradi. Mana bu yerga yozib ketadi, miyalarni ko'rsatib qo'yasiz. Toza narsa bu, firmenli narsa. Nemis texnologiyasi. Aver, ATS hamma narsa qo'ysa bo'laveradi. Keyin bundan yaxshi tomoni klientlarimizga oldin 380 olaman desa 220 ololmasdi, 220 olsa 380 ololmasdi. Hozir bularimizni 8 kilovatdan boshlab o'sha 200 kilovat ichida to'liq xohlasa 220, xohlasa 380 olishaveradi. Zo'r. 5 narsa mana 220 ga qo'yamiz. O'tagandan keyin 220 dan 4 olaveradi, 12 kilovat. Yo'q, menga 220 emas, 380 kerak desa baqa bo'lib qo'yadi. 380 dan shu 12 kilovat to'k oladi. Motorlari ikkita atmosferali bo'ladi. Motorlar bittali bo'ladi. Atmosfer, parray, dasishiniya hamma yo'li zo'r, ishlashlari dahshat. Garantiya bunda 3 yildan 6 oygacha motoriga beramiz, albatta beramiz zavod. Qiziqqan akalarimiz hali uyga, sexlarga nima desa, zo'r desa, zo'r firma, original firma, rasmiy beramiz. Xohlasa sotgani olishsin, xohlasa dona bersin. Pulini kelishmoqda qilib beramiz. Sotgan oladiganlar xudo xolasa arzonroq qilib beriladi. 8 kilovatimiz buni 8 kilovat beradigani hozir 8,5 deyiladi. Mana eng kichkinasi ko'rsatib qo'ying. Eng kichkinasi bu o'sha mana aytgan miyasini ko'rsatib qo'yasiz Luboyga. 9 kilovatgacha toza tok deyapti bu. Berishi shu eng kichkinasi bu.
Bundan kattalashib ketaveradi. Tepaga qarab. Bu 5 ming kilovatgacha. Zavodlarga, sexlarga, uylarga 15 desa 15i bor. 30gacha mana shu do'konimiz ichida bor. Agar yo'q akalar kattasi desa, hammasi kilovatimizni olib berishadi. Bunimizni narxi qancha? 8 kilovat deganimizni? Kilovatimiz $1000 turadi. $1000 turadi. Aha. Endi bu 220 toza. Aka qarang, mana shuni rasoti qancha bo'ladi primenni? 300 gram. Salarga. 300 gram? Ha, 300 gram bo'ladi. Narxi bo'lsa yarim litr. Zo'r. Demak 300 gramdan yarim kilogacha. Narsa bu. Aha. Kim qiziqsa, nima qilsa, mana shu 220 ga ham 380 ga ham ikkita narsani birdaniga olaveradi. Oldin 380 $1000 ga olib, 220 ni 1.5 ga olish kerak bo'lganda. Hozir o'sha narsa yo'q. Zavodskiy o'zida bor, ikkala narsa. Shu eng kichkinasi misol $8 yoki 6 kilovat bo'ladi. 6 kilovatdan boshlab o'sha 5000 kilovat katta uyda bo'ladi. Eng arzonimizni narxi misol $8. Eng qimmatimizga ketirgan bo'lsak, misol $20,000 $30,000 bu serlarga o'tadi. Xo'jaliklarga eng qimmati $4,000gacha, $5,000gacha olishadi. Xo'jalik etiketda kichigiga qarab, to'g'rimi? Ustalarimiz borib, o'rnatilib berishaveradi. Biz akalarimiz bemalol. Zo'r. Bunisi aka qora. Bu qoramiz elegant. Motkasi kichikroq bo'ladi. 8,5 kilovat tok beradi shu grovdaga. Puli yengilroq, $900. Zo'r, puli arzon ekan uni. Yengil buni, motkasi alyumin bo'ladi, ko'pchilik ustida lakni misli bo'lishi mumkin. Lak bilan aralashtirib qo'ymayman misli. Biz boshqa narsa, lak boshqa narsa, ustiga kraska. Bu yo'palarimizni ham narxlari o'ta tushib ketdi. Misol qiziqqan akalar, sotadiganlar nimalar, aloqaga chiqaverasizlar, tushib beraveramiz. Dolsarzon narxlarda qilib berilaveradi. Anjankamiz bu, Sanayoniki, rasmiy dillerimiz. Mana Vade Press, Rossiya bilan aloqasi bor buni. Ham kalitga ham ishlaydi bu, ham ruchkaga. Moshni, saralashni bo'ladi. Behijolat narsa, garantiyalari bilan buni beramiz. Komplementlari bor-da buni. Generator 10 kilovatdan 70 kilovatgacha bo'laveradi. Bo'laveramiz kelishilgan holatda. Garantiyani bilan bosib beramiz. Telefon qilib savdo olsa batafsil ma'lumotlar beriladi. Siz 1 kilovatdan ketaveradi. 250 kilovatgacha bor. Eng arzonlari ekisiz. Eng arzonlari asoslarimizda. Hop. Eng arzon asoschamiz kichkina bo'ladi. 700 ming. Katta zibirlarga, zagarlarga bo'lsa $200, $2000, $3000gacha bo'ladi. U katta fermer akalar olishadi, to'g'rimi aka? Bemalol qiziqqanlar aloqaga chiqib, telefon qilib, ukamizning oldidan kelsalar, narsalar narxlarini o'tib, kelishib zo'r qilib beramiz. Aka, stabilizatorlar haqida ma'lumot berib qo'yamizmi? Stabilizatorlarimiz 1 kilovatdan boshlanadi, Emirjon. 1 kilovatdan 75 kilovatgacha bor bu yerda. Agar yo'q katta desa 200 kilovatgacha bor. Qilib beramiz qiziqqan akalarimizga. 1 kilovatimiz boshlang'ich narxi 500 ming so'm. Endi kattalariga ketadigan bo'lsangiz 75 kilovatlarimiz $2000-$3000 Zo'r. Testlarimiz kilovat qancha bo'ladi aka? Qanchadan boshlanadi? Kilovat 2 dan boshlanadi. Eng kichkinasi mana 2 kilovatniki. Bunimiz $60 qilib beramiz. Eng qimmati $200gacha. Eng qimmati $200gacha. Necha kilovatli bo'ladi eng kattasi? Eng kattasi shu 50 kilovat. 50 kilovatli bo'ladi. Zo'r. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Xudo xolasa, yana yangiliklarimiz kelyapti. Hozir zakazlar urilgan. Kesin yana bir chiqaramiz. Keyingi haftalarga bemalol ko'rib, nima qilib, qiziqqanlar aloqaga chiqishadi. Telefon qilasizlar, telefonni ko'tarisholmay qolsa Telegramda yozasizlar, xudo xolasa Telegramdan rasm kataloglarni batafsil ma'lumotlar beriladi, to'g'rimi aka? Beramiz. Nomer qo'yamiz, WhatsApp, Telegram, chat hammasi bor nomerlarimiz bo'ladi. Mobilda telefon bo'lmasa-da, aloqaga o'sha Telegram orqali, WhatsApp orqali, Qashqarda misol Tojikiston qo'shnilarimiz bor akalarimiz, Qirg'izistonlik akalarimiz bor. Qiziqsalar o'sha WhatsAppdan yoki chat yoki Telegram orqali chiqishaveradi. Aka, manzilni batafsil tushuntirib o'tib ketasiz? Manzilimiz Qo'qon shahar, Yangi bozorda turibdi. O'sha kelishuvlar 80
do'kon. Samimiy, rasmiy video ko'rsatib qo'yasiz. Bo'ldi mana. Tashqarilarni ham ko'rsatib qo'yamiz akalar. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolsa. Bu yerda yo'qlarni skeletlardan olib berishaveradi. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Bizni kanaldan chiqsa bonuslar bilan qo'yasiz. Sog' bo'lasiz. Yaxshi kunlar. Akamizning mehnatiga, bizning mehnatimizga bittadan like bosib qo'ysa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.